Tish uchun eng yaxshi pasta. Agar siz tish oqartirmoqchi bo'lsangiz, Bereper Whitening, Rox Whitening. Agar sizda sezuvchanlik bo'lsa, Sensodyne Pre-Relief, ikkinchisi Bereper Sensitive. Tish uchun eng 3 ta zararli narsa. Birinchisi shakar, ikkinchisi gazirovanный energetik ichimliklar, uchinchisi juda ko'p sitrusli mevalar. Buni sababi juda ko'p miqdorda iste'mol qilgandan keyin emaldagi strukturani buzib, o'ta karisdan ko'payishiga olib keladi. Tishimni har kuni yuvaman, lekin og'izdan badbo'y hid ketmayapti. Bu nimadan? Agar sizda stomatolog bilan bog'liq muammo bo'lmasa, ya'ni koyla bo'lmasa, tishda to'g'ri davolangan bo'lsa, eski koronkalaringiz bo'lmasa, значит tilingizdan ham bo'lishi mumkin. Tilni orqa tarafini yaxshi yuvmasangiz, shunaqa kasalliklar hid kelishi mumkin. Ikkinchisi bu muammo lor bilan ham bog'liq. Lor degani burunda, tomoqda, o'sha anginada yoki gaymarit deydi. U yerda ham muammo bo'lmasa, keyingi muammo oshqozonda bo'lishi mumkin. Ularni ham tekshirtirish kerak. Tish uchun 3 ta foydali narsa. Birinchisi sut mahsulotlari. Bularda kalsiy fosforga boy bo'lgani uchun karisga qarshi tishlarda bioplyonka hosil qiladi. Ikkinchisi bu olma va sabzi. Bular qattiq bo'lgani hisobiga chaynalganda tishlarni mexanistik o'zi tozalaydi. Keyingisi so'lak ko'p ajrashishiga sabab bo'lgani uchun karisga qarshi bakteriyalarni tushiradi. Uchinchisi bu karon va brokkoli. Bularda foliy kislota va antioksidantlar bo'lgani uchun milklarda qonlanishni yaxshilab, og'iz hidlanishini kamaytiradi. Tishga oid foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligim uchun nima qilishim kerak? Uning uchun siz menga obuna bo'lishingiz kerak, chunki men foydali va kerakli ma'lumotlarni sahifamda bo'lishib boraman.